E, ha ergilay. Nima qilyapsiz bu yerda? Mashina olmoqchimisiz? Captiva olmoqchimisiz? Ana shu siz uchun-da shu Captiva da. Bu Captiva 2013-yil. Kraskasi polni radnoy. 4 ta balonchalari yangi. Yurgani 106 mingta. Tonirovka, ruxsatlari, hamma narsalari bo'ladi. Keling, ichlarini ham sizga ko'rsatay, ichlarini qarang. Ichlari ideal holatda. Ko'jachalari chotki turibdi. Faqat benzinga yurgan. Hayotiga metan nimaligini ko'rmagan. Kraskasi polni radnoy. Aylantirib oldida hamma joydan. Ko'ryapsan dadajon, motorchasi 3, kalit tegmagan. Vaqtiga yoqchasini almashtirib yurgan, Lukoil yog'lardan solingan. Bironta joyiga kulich tegmagan dada. Ledchalarni qara, faralarni qara, ledchalarni led qilib qo'yilgan dada. Luboy ustoy bilan kelasan, ustoy ko'rib, ustoy bo'ladi degandan keyin pulni shitirini sanaysan. Pulni ham menga berish kerak emas. Notariusning ustiga qo'yib qo'ygan payti pulni sanaysan dada. Moshinchani men luboy narsa bilan obmen qilamiz. Uyingiz bormi, mashinangiz bormi, mol-pollaringiz bormi, luboy narsalaringiz bilan obmen qilamiz dada. Pulga kelayotgan bo'lsak, pulini 11,5 deymiz. Bir xiylagan bo'lsa ham men kelishib falon qildim, kelishib falon pulga tushirib qo'ydim, unaqa narsa yo'q. 11,5 ming deymiz, kelasiz, ustiga yo'qsa agar ustiga aytib eshitamiz, ustiga gaplashamiz. Dadajon yaqinroq kel. Agar mashinalarimiz qiziq bo'lsa, ma'qul bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilib, podrobniy bu hamma narsasini aytib eshitishlaringiz mumkin. Yana aytgancha, like va podpiska esdan chiqmasin. Bundan da zo'r, bundan da yaxshi mashinalarni biz sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz.